Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan Behruz Pasiyascha futbol. Bugun Dilisida o'zimizning 3 yulduzli kamtarona tarkibimiz bilan haqiqiy jang ko'rsatamiz. Tarkibimiz hali kuchli emas, lekin o'yinimiz dahshat bo'lishiga va'da beraman. Qani ketdik. Diviziya Akademiya o'yini. Hujum boshlanganda hujumga o'tamiz, pas berib gol urishga harakat qilamiz. Biz yashilmiz. Hujumdamiz. Gyökeres. Pas. Davay. Kesiriz. Duvan olib qo'ydi, ketdi. Birga bir vaziyat. Urish kerak endi. Gol! Ko'rdinglarmi? 3 yulduzli o'yinchi bo'lsa ham mahorat bar o'z so'zini aytadi. Mana buni aura desa bo'ladi, lekin xavfli vaziyatlarda ehtiyot bo'lishimiz kerak, chunki 3 yulduzli tarkib qiyinda har himoyalanishi. Ketdi, 1-0 qilib oldik. 1-0 qilib oldik. Vay! Bir avtogol qilib yubordi. Aytdim-a, qarash kerak deb. Ehtiyot bo'lish kerak deb aytdim. Mayli. Davom etamiz. Duvan. Gyökeres. Udar. Qochi. O'zim futbolchi deb ketdi. Mayli, shuni olmaydi. Ehtiyot bo'lish kerak. Ota. Mauro Koto. Kolli ketdi, birga bir vaziyat. Qaytardi. Maqsadimiz lekin hozir yutish bu o'yinda. Yarim soat o'tdi уже. Yarim soat ortda qoldi va Gyökeresdan pas qaytardi. Tarkibimizni ham kuchaytirishimiz kerak shu nima videoda. Offside. Tarkibni hozir ko'rsataman. Birinchidan tugayapti-da, bekor o'tkazib yubordik boya. Davay. Gol urdik Gyökeresga 2-1. 54-daqiqa. Hozircha bizda 3 ta yulduzlik tarkib, lekin maqsadimiz jamoani oltin darajaga olib chiqish. Chasko 60-daqiqa. Uklab oladi ular. Kimga pas berdi? Gyökeres futbolchimiz qizil kartochka oldi, azizlar. Nima bu? Yiqitib yubordi-da bir. Lekin musobaqa g'alaba qozonishimiz kerak. Yiqitdi. Gol urdik 3-1 oxirgi daqiqalar. 3-1. G'alaba qozondik, azizlar. Do'stlar, video yoqqan bo'lsa like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Eng muhim izohlarda yozing, mening tarkibimga birinchi bo'lib qaysi kuchli futbolchini sotib olaylik. Tarkib. Sizning maslahatingiz men uchun muhim. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.